Sizlar bilan yana Soliho MC'ning videoga qo'shibsizlar. Xullas, bugun biz sizlar bilan birgalikda oddiy survival aniqlamiz. Video olamiz. Hozir videomizdan boshlaymiz. Qani, ketdik. Prosta hozir zerikishdan aniq Minecraft kirdim soat kechasi 20:10. Men hozir Minecraft kiraman. Sekin kiribdi, cho'ta nimagadir. Mana kirdik. Cho'ta sal qotgandek bo'ldi. Qarasa oldimizda mollar ham bor ekan. Hop, nima uchun bo'lish qiyinlashib ketdi. Hozir bo'lmasa bu qilamiz. Taraqchab qolaylik birinchi. Xo'sh. Xullas, yangi video olishga menda qanaqadir g'oya kelmayapti. Shunaqa ekan, endi sizlar kommentariyga yozinglar. Qanaqa video olaylik, qaysi videoni davomini chiqaray yoki shu narsani kommentariyga yozib qoldirsanglar, men o'shanga qarab video olaman. Hozir umuman to'g'risi aytsam ideya yo'q. Voy. Shu tarafga kirib ko'rar ekanman endi. Qaysi tarafda edi? Hop, mana. Shunga menga ideya kerak. Ideya berasizlar degan umiddaman. Hop, buni olamiz. Hozir hamma narsani olishimiz kerak. A few moments later. Biz yolg'iz emasmiz, qanaqadir virus kirib qolmadim qilib. Harakat nima bu? Chinurgur. Nima bu? Bu iflos shotdan urdi. Hop, harakat. Orqamdan quyulyapti qani. Yetib ketdi. Yonib ketdi. Bo'ldi. Mana shu yerda distansiyani saqlab turishim kerak. Yo'qol. Harakat. O'lib ket. Sen ursin sani. Och. Aniki. Kim bu? Nima bu? Uy. O'zini ishlaylam. Tavba qildim. Nima edi u? Astagfirullah. Sal chanklan to'g'rilab olmasak. Mana. O'zik chankdan. Cho'ta Minecraft'imga qanaqadir virus tushmagan bo'lsa bo'ldi chiqadi. Sal nitor ishlatdi. Xo'sh. Men nima aytaman? Boldan yasayman. Bitta kirk yasayman. Bo'lmas, yaxshi. Ketdi. Nima bo'ldi? Sigirlar, bitta sigirdan voy 4 ta go'sht chiqdi. Cho'ta bu videoni cho'ta oddiy video bo'ladigan qo'shmayapti. Mayli, endi bu yerda bundoq boramiz. Xo'sh, bundoq. Voy, kamlik qildi. Shuni chopishimiz kerak. Biz hozir daraxt chopib, keyin kirka bilan aniq qilishimiz kerak. Nima deydi? Toshdan yasashimiz kerak yana. Bizga cho'ta boshqacha turibdi devorim. Qot qoling.
Shu to'batda sigirlar ko'p ekan. Osh. 44 ta etsa kerak. Ancha yetadi lekin. Men tushunmayotgan narsam boyagi maxluq nima edi? Mani qo'ylagan. Soat 11 dan shunaqa narsa o'yladim. Bir odam cho'chdi bey. Osh. Mas qish qo'yilishi eng yomon ko'rgan narsam bor. Bo'l o'liyo qayt chiqmasa kerak unaqa narsa. Doktorib. Az eng yomoni bizda chiroyi. Hop, mana olib ketaylik, olib qo'yaylik. Bunda qo'yib qo'yamiz. Yo'q. Eshik yasab deyman shunda. Bundoq eshik qo'yib qo'yaylik. Bo'ldi. Hozir endi borib masjiddan qolishim kerak. Ketga bilan chopishim kerak. Yani sen yürük yapmazsan. Şerif yeri görse. Nedir şu? Hashimir juda qanaqadir omadsiz chiqdi. Nimadirlar kelib qo'yiladimi? Voy, harakatman daraxt yog'moqdi. Uch qoldimi? Shu tabi merni to'batdi bor. Xo'sh, biz şey. Saat chetroqda üstüne düşen olup qolmaydan. Har doimgidek bo'lib. Men boshqa daraxt tushmayman. 12 tagina daraxt. Hop. Pametdan qumama boraylik. Birato'la endi. Shuncha keldik-ku. Sandiq hisobladim. Ben Seni geldi. Öyle. Oley. Valla xayr İbrahimmi? Qayerda kelib qoldi bu? O'l kirma. Xalos 2,5 ta jon, 1,5 ta joni bor. Qo'y, qanaqa? Yozma qanaqa bo'ldi? Bu 3 ta bo'lib ketdi. Qotiryapti meni. Qotiryapti. Qotiryapti. Yo'qollaring, yo'qol hamma. Sizlarga videoni davomini ko'rish xohlasanglar, hozir videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Va bu video maksimal do'stlarga yuboringlar. Sizlardan podдержка like va ikkinchi qismini ko'rasizlar. Hammaga rahmat.